Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Hammanglarning shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmasining tafsilotida bo'lsin. Növətdə İndoneziyada xizmət ziyarətində boluyotqan Dünya Uyğur Qurultayı İcraiyyə Komitetining raisi və Uyğur Kişilik Hüquq Quruluşunun direktoru Ömər Qanat əfəndim 19 aprel günü Jakartada Indoneziyanın hər qaysı universitetlərdən gələn oxucular vəkilləri bilan görüş elib berib, ularga müstəbid Xitoy hakimiyyətinin Şərq Türkistan xalqiga yürgüzüyotqan irqiy qırğınçılığı və insaniyyətə qarşı cinayətlərinin Bolup İslamiyet'e karşı elip beriyotgan düşmanliklarının hazır hem şiddet bilen devam kılıvatkanlığını ta'kidlab ötüş bilen birge, ularni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun butun Indoneziya miqyosida xalq harakati qo'zg'ashga chaqirdi. Mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan zulm siyosatini yaqindan kuzatib kelayotganligini ta'kidlashgan indoneziyalik o'quvchilar o'zlarining har zaman Sharq Turkiston xalqi bilan hamnafas ekanligini, Xitoyning ularga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi Indoneziyada elib berayotgan norozilik harakatlarini bundan keyin yanada kuchaytirganligini ifoda qilishdi. 20 aprel günü Malaysiya İslam Təşkilatları Konseyi tərəfindən Indoneziyanın paytaxtı Jakartada Ömər Qanat əfəndiminin şərəfiga məxsus iftar fəaliyyəti ötküzüldü. Ömər Qanat əfəndi iftar fəaliyyətində qılğan sözüdə İslamiyyətin ən zor düşməni hesablanğan müstəbid Xitoy hakimiyyətinin Şərq Türkistan xalqı üstüdən yürgüzüyotqan irqiy qırğınçılığının və İslamiyyətə qarşı düşmənliklərinin hazır həm ciddi davam qılıbatqanlığını, Xitoyning elib berayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarning Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasi tarafidan qonuniy tartiblar bo'yicha rasmiy dalillab chiqilganligini, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining Amerika, Kanada, Gollandiya, Angliya, Belgiya, Fransiya, Irlandiya, Chexiya va Litva qatorliq 9 davlat tarafidan rasmiy yo'sinda e'tirof qilinganligini, afsuski islom ellarining hammasining degudek Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasida sukut qilib turilish pozitsiyasida bo'lib kelganligini ta'kidlab o'tish bilan birga, islom ellarining bu xil passiv pozitsiyasining musulmon Sharq Turkiston xalqini ig'ir darajada ranjitganligini, shuning uchun Malaysiya, Indoneziya va boshqa islom ellaridagi diniy tashkilotlar va ommaviy guruhlarning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qo'yish uchun amaliy harakatga o'tishining to'liq zarur ekanligini bildirdi. Ömər Qanat əfəndi Xitoyning turli to'sqinliklariga qaramasdan 14 aprel boshlagan Malaysiya ziyoratini muvaffaqiyatga oxirlashtirib, 17 aprel kuni dunyoning eng chong musulmon davlati Indoneziyaga yetib kelib, bu yerdagi faoliyatlarini boshlagan edi. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining tor betida e'lon qilingan maqolada naql keltirilishicha, Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Xitoy ishlari direktori Sophia Richardson 19 aprel kuni mundaq degan: Xitoy hökuməti Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Ali Komissarı Michel Bachelet'nin xalqan yerlərini görüşkə ruxsat qılıdığanlığı haqqında heç nima demedi. Michel Bachelet Xitoy hökumətinin bu ziyaretini kontrol qilib bilişiga, nəticədə insonlik jinoyati və başqa qabih jinoyatlarning qurboni bo'lganlarning umidini yo'q qilib etishiga yo'l qo'ymasligi kerak. Michel Bachelet 2018 yılı 9 ayda Şarkı Türkistan'da çeklemesiz ziyaret qilishga tirishayotganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, Xitoy hukumati uning ziyoratini keyniga surib kelgan edi. Michel Bachelet ishxonasi Şarkı Türkistan'dagi kishilik huquq dokumentini e'lon qilishni kechiktirib kelayotgan bo'lib, Michel Bacheletning kelar oydagi Xitoy ziyoratidan keyin mazkur dokumentni e'lon qiladigan yoki qilmaydiganligi texnik aniq emas ekan. Kishilik huquq tashkilotlari Michel Bacheletni Sharq Turkiston haqidagi kishilik huquq dokumentini e'lon qilishga hamda Xitoydagi kishilik huquqni qo'g'dovchi zotlar bilan bevosita ko'rishga, Xitoy hukumati bilan birga o'rinlashtirgan faoliyatlarda ochiq oshkor bo'lishga, cheklamasiz ziyorat qilishning eng tuban o'lchimini qanoatlantirishga chaqirgan. Michel Bachelet agar kelar oyda Xitoyni ziyorat qilib qolsa, 2005 yildan buyon Xitoyni tunji ziyorat qilgan kishilik huquq oliy komissari bo'lib qoladi ekan. Sophia Richardson xonim o to'g'riliq mundaq degan: Oliy komissar Michel Bachelet Xitoydagi kishilik huquq ahvolini yaxshilash uchun kuchli plan tuzmasa, uning ziyorati zulmga uchrag'uvchilarga emas, zulm qilguvchilarga foydali bo'lib qoladi. U azob chekayotganlarni umidsizlantiradigan shaxs emas, balki Xitoy hukumatiga mardonalik bilan taqobil tura oladigan shaxs bo'lishi kerak. Dünya Uyghur Qurultiyining boshlamchiligi bilan 19 aprel kuni dunyodagi 70 dan ortiq kishilik huquq tashkiloti birlashma imzoliq ochiq xat e'lon qilib, kelar oyda Xitoy va Sharq Turkistonni ziyorat qilishga hozirlanayotgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet xonimdan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy kengashi tayyorlab chiqqan Sharq Turkiston haqidagi dokumentni safardan ilgari e'lon qilishni, Dünya Uyghur Qurultiyi va Tibet, Hong Kong tashkilotlarining vakillari bilan uchrashib ularning fikrlarini anglab beqishni, shuningdek bu qitimqi safar va tekshirishning rasmiyatchilik bo'lib qolmasligiga kepillik qilishini talab qilgan edi. Bu munosabat bilan Dünya Uyghur Qurultiyi Yevropadagi Uyg'ur tashkilotlari bilan birlikda 5-oyning 13 kuni Juma Janvadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosi oldida zo'r ko'lamli birlashma namoyish o'tkazishga hozirlanmoqda. Xitoyning dongli to'r savdo shirkati bo'lgan Alibabaning Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizgan kishilik huquq tafsandichligi va irqiy qirg'inchiligini iqtisodiy jihatdan qo'llaganligi oshkor bo'lgan.
New York gündəlik xəbərləri gəzisinin aşkarlışça Amerikadakı sənət və təntərbiyə xəbərləri toru bolğan ASPN kanalı yangi e'lon qilgan bir dokladida Alibabaning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini iqtisodiy jihatdan qo'llaganligi bayon qilingan. Dokladda aytilishicha Amerikalik Xitoylardan bo'lgan, shundaqla Xitoy kommunistik hokimiyatining qizg'in qo'llovchilaridan biri bo'lgan Joseph Say Alibaba shirkatining qurg'uvchilarining biri ekan. Dokladda Joseph Sayning Amerika mamlakatlik basketbol jamiyati NBA'dimi kuchli ta'siri borligi, uning Brooklyn Nets, New York ozodlik komandalarining egasi ekanligi. Sayning Alibaba shirkati Xitoy hukumatini Sharq Turkistonda 1 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa oz sonli millatlarni qayta tarbiyalash lagerlariga qamashda ishlatgan texnologiya bilan ta'minlaganligi ta'kidlangan. Dokladda aytilishicha Joseph Say muavin prezidentlik vazifasini o'tagan Alibaba shirkati Xitoyning Guangxi texnologiya shirkati bilan Shangtang pan texnika shirkati qatorliq ishki sun'iy aql shirkatiga nihoyat ko'p mablag' solgan bo'lib, bu ishki shirkat yuz tonish texnikasi orqali Uyg'urlarni kontrol qilishda oshqushliq rol o'ynagan ekan. Amerika hukumati ilgari buyruq tushirib, bu ishki shirkatda davlat bexatarlik manfaati va ularning Uyg'urlarni bostirishda o'ynagan roli sababli qora tizimlikka kirgizgan edi. Dokladda aytilishicha Alibaba shirkati Guangxi texnologiya shirkatining 29.4% ni, Shangtang pan texnika shirkatining 7% ni kontrol qiladi ekan. Amerikaning Intel, Siemens klubi, Walmart shirkatlari Uyg'ur rayonidagi majburiy emgak mahsulotlarini sotishdan o'zini tortganligi uchun Xitoy hukumatı ularni tanqidlab, bo'lg'usi oqibatini ogohlantirgan. Xitoyning tashviqot vositalari Xitoyga hatto chet el embargosiga qarshi turish qonunini qo'llashi mumkinligini bildirgan. Yaqinda Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari ijroiya komitetining tor betida bu masala haqida alayda doklad e'lon qilingan. Uningda berilgan ma'lumotlardan qaraganda, o'tgan yil 12 oyning 23 kuni Amerika prezidenti Joe Biden Uyg'ur majburiy emgagining oldini olish qonunini imzolagandan keyin Intel shirkati ochiq xat e'lon qilib, mol ta'minlovchi shirkatlardan Sharq Turkistondan mol sotib olmaslikni talab qilgan. Walmart va Siemens klubining mol jihozlarida majburiy emgakka chitishlik mahsulotlar ilib etilgan. Xitoy iste'molchilari yuqori shirkatlarning mollarini boyqut qilgan. Xitoy hukumatı ularni qo'llagan va madad bergan hamda yuqorqi 3 shirkat paydo qilgan iqtisodiy oqibatdan qattiq ogohlantirgan. Xitoyning ovoz bo'lgan Yer shari vaqt gazetimi obzor e'lon qilib, Xitoy kuchlangan sari bundoq cho'ng shirkatlardan o'ch ilish qudratimi kuchaydi. Biz Xitoyning manfaatiga cheqilgan shirkatlarga texmo zo'r badal to'ltishimiz kerak. Shundan ularning tortadigan ziyni texmo eg'ir bo'ladi degan hamda yuqorqi shirkatlarga chet el embargosiga qarshi turish qonunini qo'llanish kerakligini tashviq qilgan. Analizchilarning qarashicha Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari ijroiya komitetining bu masalaga jiddiy qarashi Amerika hukumatining majburiy emgakka chitishlik mahsulotlarni cheklash hamda Xitoyning o'ktamligiga qarshi turish irodasini namoyon qiladi ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Görüşkə aman boğaysılar. Xeyr xoş. Erkinlik yolunda sudek aktı bizning qanimiz. Sen üçün ey yurtimiz, fida bo'lsin jinimiz. Qon kechib, hem can verib, axir bu